Bir hovuch oshni olamiz. Deganimizda bitta ko'cha o'tib ketib qolgani. Ana o'sha 1 sekundni 4dan 1dan qisqaroq muddat o'tib ketdi. Bo'lib qolgansiz. Ha, Alloh demak sizni o'sha paytda o'z holingizga tashab qo'yuvdi. Ahvolingizni ko'ring. O'sha qo'lingiz surilib ketadi, hali bu narsani kesayotganingizda. Bo'l qish kesildi, biroq u. Endi ko'zingizni yumdingiz, 2 sekundga qatib qoldi. Tushib ketdi jarlikka qarab. Siz tavfiqni nimaligini tushunsangiz, qo'rqadigan bo'lib qolasiz har bitta holatda. Parvardigor 1 sekundga ham, uni 4dan 1cha muddatga ham meni nima qilib qo'ymagin? Holimga tashab qo'ymagin. Demak, meni qo'limda hech narsa yo'q ekanda. Ha, seni qo'lingda hech narsa yo'q. Agar Alloh bermasa. Shuni tushunsang, ine tavfiq beriladi senga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu narsani o'zining duolarida bizga ta'lim berganlar. Parvardigor, rahmatingni umid qilaman. Fala takilni ila nafsi tarfata ayn. Ko'z ochib yumgunchalik muddatga ham o'zimni holimga tashlab qo'ymagin. Ko'zingizni bir ochib yumdingiz. Qancha vaqt ketadi? Endi payg'ambarimizning duosini ko'ryapsizmi? Ko'zimni ochib yumgunchalik bo'lgan muddatga ham meni tashlab qo'yma.